Assalomu alaykum yana bir bor obunachilar. Bugun 28 mi? 28-dekabr 2025-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Loyson qishlog'idamiz. O'zimiz jiyanim xullas bu Dilmurodjon. Ikkita molini sotadi. Mana shu qonni oq moli bo'g'oz 5 oylikka to'ldi, 6-oylikka o'tyapti. 4-oyga to'lib 5-oyga o'tyapti ekan. Simentalga qo'ygan. U simental hozir bor. Ishlanmaganlarga ko'rsatib qo'yishi ham mumkin. Simentalga qo'yilgan. Mana bunisi xonajina bu. Bu gumon bu. O baqa endi narxini ayt buni. Necha pul? Dilmurodjon necha pul bu jupi? Jupiga 32 yo'li qilib beramiz. 32 million. 32 million to'lib beramiz. Xayri bor. Hech narsa bexayr bo'lmaydi. Obunachilar. O'zini uyda sinaqdan mol, dehqonni molida endi bu bozor ko'rmagan, bozorga chiqmagan. Shunday mol turibdi. Kelib yoqqanlar olaverasizlar. Mana shu mol kimga zarur bo'lsa ko'rishlaring mumkin. O'tchiyoqi mana odam toplaydi mana. Mana molda turishi. Yetvoshi. Hop, telefon nomer 90'lik 90'lik 585 585 86 86 61. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu nomerga telefon qilib kelib ko'raverasizlar. Tezlashasizlar, faqat sotilib ketadi. Sinaqdan mol. Yeb ichishi joyda, yeb ichiga garantiya beriladi. Tanijoni sog'ligiga. Yem yemaydi, silus bilan turadi. Silus somon yeydi xolos. Silus somon. yeydi. Kepay u bu narsa qo'shib beriladi. Kunjara shig'ab, Yo'q. pux-mux berilgan yo'q. Ular narsa yegan yo'q. Shu oddiy o'zimizning holatda turgan mol. O'zimiz boqayotganda nima dedi? Endi kimdir mehr berib boqsa, o'sadi. Hamma narsa o'sadigan narsamizlar. Mol chiroyli. Aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.